Dori ichyapsizmi? Davleniyaning dorisini? Yo'q, ichmayman. Oldin icharmidingiz? Ichadi. Davleniyangizning tushishiga sabab, zo'r bo'lib qolishiga sabab o't bilan jigar ishlab ketib qolganda aka. Aka, nima o'zgarishlar bo'ldi 1 oy davomida? Endi yengil vesim tashladim. Necha kilo ketdi 1 oyda? 5-6 kilo ketdi. O'lchami- Dekabrda shaqa, dekabrda 97 kilo edim. Ha. 81 kilo bo'ldim. Hozir 81. Ha, zo'r, juda yaxshi. Endi Aha. ishtahalar yaxshi. Böyle boshim toliqib turardi, davleniyam chiqib turardi. Hozir davleniya chiqqani yo'q. Chiqmayaptimi? Yo'q. 1 oy davomida necha marta chiqdi davleniya? Davleniya ko'tarilmadi. Ko'tarmadimi? Dori ichyapsizmi davleniyaning dorisini? Yo'q, ichmayman. Oldin icharmidingiz? Ichadi. Necha yildan beri bor edi davleniya? Davleniya u 20 yil 30 yil Lik davleniya. armiyaga Ha, bunda davleniya boshib turgandan keyin o'qishda yurganimda davleniya ko'tarildi. Armiyaga chaqirganda Kuriyada bir davleniya ko'tarildi. aha. Ichina qilib armiyaga ketdim. Kelgandan keyin hali bu yerda suyunib ketsam davleniya u ko'tarildi. Ha, Birinchidan xursandchilikdan. davleniya ko'tarilib ketardi. Ha. Yashab mana sizni lichingizni bu yerdan shaqa davleniya aqli yurib ancha o'zim tetiklashib yuribman endi. Juda zo'r, ko'z tegmadi. Ichingiz necha marta kelyapti? Ertalab endi hozir ro'za kunlarida bir mahal kelyapti. Har kuni yaxshimi? Dubash kelgandan 2 marta kelyapti. Mhm. Bir marta mors qildim. Aha. Ancha o'shandan keyin ancha zo'r. Bir narsalar tushdimi morsa? Xuddi olmani urug'iga o'xshagan narsalar. Aha, bo'ldi, yaxshi. Toza bo'lib ketdi, yaxshi. Aha. Men tiklashdim, endi o'sha yo'llarni joy qilish yuribman. Ro'za tutyapsizmi? Ro'za tutyapman. Asadbek ovqatimiz o'sha aytganingizdek to'g'ri o'sha. Aha. Bir kun shovla sen kachka yo'q. Retseptimizda kachka tatganimiz yo'q. Xo'p. Endi bu odam gapirgan bo'lyapman. Nima shovla qilamiz bir kun tovuq sho'rva qilamiz. Karidan sholg'om so'zi solib. Aha. Zira solib, dishacha murch solib. Ashuna qilib yetib kelyapmiz. Ertalabki arstanka, Mhm. shunaqa hali karamga Zo'r. toqiladi urab turib, Mhm. qarga qo'ying degan shundoq qilyapti. Dimnoqqa. Ha. Endi hozircha buzgan joyimiz bir oydan chiqana o'tayotganimiz yo'q. Buzgan joyimiz endi kech payt ovqat yemas edik, o'sha sho'rvani ichyapmiz endi suv bilan. Ha, yaxshi. Bo'ldi, zo'r qilsalar. Ha, juda zo'r qilsalar. O'sha ertalab obedki narsani, yengil ovqatlarni shu 2 mahalga to'g'rilaylar degandim-da, ertalab kechga qilib. Kechkisini imkon qadar yegingiz kelmasa, misol uchun ovqatda qozonda pishirilgan ovqat emasda, quruq mevalarmi, asal choy, shunaqa narsalar bilan yetadi. Ertalabgina keyin yo'ringlar, saharlikka chiroyli qilib. O'sha shu hozir aytgan ovqatlaringiz bemalol yo'rasiz. Bo'laveradi. Keyin o'zi biz tomonda sopak osh deyishadi, bilasizmi? Sopak oshni. Eshitdim. Kechagina bittasi aytdi, bo'lmaydi, agar bo'lmaydi. Hozircha yemay turing. Hali yana borda mana davleniyangizni tushishiga sabab, zo'r bo'lib qolishiga sabab o't bilan jigar ishlab ketib qolganda aka. Hozir o'sha oshni yeydigan bo'lsangiz, bildim, qo'g'irmas ekansizlar, dimlab yumshoq bo'lar ekanu. Ha, yumshoq bo'lar ekanu. Baribir o'timizni hali kuchi unga yetadi deb o'ylaganim yo'q hali. O'ylamayapman, hali bor, ichi bor yana. Yana 1 oydir, 2 oydir tozalovimizni qilib, bu ichki a'zolarning quvvatini yaxshilab oshirib olaylik. Ana undan keyin unda hozir bemalol yurasizlar. Yine bu odamga o'sha nima ham mumkinmi? Sukoterapiya? So'kni o'zini hozir haligi aralashtirdik-ku mevalarda. Uni manishdimda, bu bir terana berdim, uni manishdim. U daraja hammasini aralashtirmayda hozir bir kun sabzini so'kini. Bir kun 2 stakan, 3 stakan. Hozir endi iftorlik, saharlik chalasi xolos. Bir kun olmanikini, bir kun lavlaginikini, bir kun oshqovoqnikini qilib, har kuni aralashtirib ichavering. Bo'laveradi 2 stakan, 3 stakan qilib. Faqat qanday qilasiz? Lavlagini, misol sabzini so'kini chiqardingiz, yarim stakan, ustiga yarim suv quyasiz, dog' suv. Issiq suv bo'lsa, ilib olib turib, asalni qo'shasiz, ozgina asal qo'shib olinglar, keyin ichaversin. Ketib keyin. Ha, zo'r bo'ladi. Ertalab ketaveradi. Birinchi shu bilan ichib olib turib, keyin sekin ovqatlanishga ketib ketsangiz zo'r bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Kelishdik? Nimachi? Esdan chiqqan shu tomon oldiga gapirib oling. Hali nima buyurgansiz? Yong'oq nima? Bular hammasini bosganman qilib. Ha. Endi buncha davleniyasidan qo'rqqanman, siz oldiraring deb turaman-da. O yeyapsizmi uni? Yeb turib shunchalik o'zgargan bo'lsa, juda zo'r. U issiqligida u, aralashma.
o'shani Bu men qonim boryapti zo'rlasangiz slinkasiga so'qib qolar ekan. ha yashang. Bor narsa uyimizda bor narsada o'shalar endi. Ana. Bizdan chiqarib Shunga e'tibor bering, qarang. Mana davleningiz bor deb turib, oz-ozdan berin deyapsiz-ku. Ba'zilar qo'rqib turib yemaydi hamda shuni. Umuman chiqaradi men davlenam, yong'oq davlenam chiqaradi, xurmo chiqar, asal davlenam ko'taryapti deydi-da. O'zi aslida bu davlenani ko'tarmaydi, o'zi aslida qachon o't ishlab tursa, jigar ishlab tursa. Ya'ni Har o'sha bu asal yeganda tiliga tushib toshar edi. Ha. Hozir bemalol yeyapti-da. hozir o yoshligimda endi 5-10 yag'ida yong'oq yeyolmas. Yong'oq yesam tilim og'rirdi. ha zo'r. Asalda ham bojalar ham asalchi, boshqalar asal ofilaysan deb bir olim yeb, ikkinchi yilingda tilim bo'zirib ketadi. Ha bo'ldi, juda zo'r. Men farqini aytmoq, farqi o'sha. O'tingiz ishlab ketib qolgan ekan. Bir oyda zo'r ochilgan. Kayfiyatingiz zo'r ekanda, qarang, mana bemorlarga aytaman. Yuzingizga qaraganimda, birinchi kelganlarga ko'proq aytaman-da. Yuzingiz xuddi kayfiyati yo'q odamdan turibdi deyman. Mana sizlarga qarasam, bilinib turibdi. Ichingizdan yaxshi kayfiyatdaligini, buni shu odam tez yaxshi bo'ladi. Tushundira oldim? Xuddi shu. Endi o'sha gimnastikalar tilab turib, soat 4da turamiz. Sahargi vaqtgacha gimnastikalar qilyapmiz. Shu har xil ortopedik gimnastikalar. Zo'r. Ertalab o'sha suv ichib olyapmiz. Juda zo'r. Gap yo'q. Undan keyin bitta dorilarni vaqtini o'tkazib, keyin saharga qilib. Ko'z tegmasin. Toljon aka, juda zo'rsiz. Alloh xayr vaqt tashlaganman. Ha, unda. Angliya bo'lsa Alloh alayhissalom. 10 kunda, 10 kunda. 10 Singiz kim edilar? Shohidaxon. Ha, bo'ldi, ko'ngli shekilli. Ha, keladi ertaga. Ha, bo'ldi, zo'r. Ko'z tegmasin. Alloh alayhissalom. Juda zo'r. Endi yana sekin davom ettiramiz. Ikkinchi etapga sekin o'taveramiz, xudo xolasa.